Qadrli obunachilar, mana trekka so'raganlar uchun 2023-yil kraskalar top-toza ekan, Ablisovka paroylargacha qo'yilgan, tonirovka ruxsatnomalarigacha bor. Kraskalari absolutni toza ekan, to'rtta yumshoq balon. Mashlarda pakalini propallarigacha bor ekan. Gendaverni chiqaradi. Akalar shunday o'tib olaylik. Xullas chehol polik tayyor ekan, hamma yo'q olib bosib oladigan joyi jigarlar. Malibu kibarlarda ustanovka qilingan, yurgan probegi 93 ming ekan probegi, o'ziniki halol. Xullas polnik krugovый shumka ekan. Narx kimga qiziq bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar qadrdonlar. Buni oxirgi qo'lga tegadigan 15 ming dollar deyshti. Yana bir ko'ngillarga bo'lib tursalarning bu narsa o'tib beradigan joyi bor. Xullas aytganimda 2023 kraskalar toza, polnik shumka bo'lgan, parok, ablisovkalargacha qo'yilgan. Policha hollari bor, propallari bor, tonirovka ruxsatnomalarigacha bor. Gendaverniz chiqadi, turgan adresi Qo'qonda. Nomerlarni opisaniyada qoldiraman, bemalol telefonlashib baraka qila olasizlar. Aka, barter nasl savdo bormi? Bo'lar ekan, barterga ham, nasl savdoga ham kelishib qolsalar ham bosib olasizlar jigarlar. Kanalimizga o'tib obuna bosib qo'yinglar, qadrdonlar, bosinglar.